Hurmatli doktor William Campbell, doktor Mazakis, doktor Jamol Badaviy, birodarim Samuel Nomon, doktor Muhammad Naik, hurmatli hay'at raislari va aziz birodarlarim, barchangizga islomiy salomlar bilan salom beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo barchangizga tinchlik, rahmat va to'kin sochinlik inom etsin. Bugungi muloqotning mavzusi Qur'on va Bibliya ilm yo'lida. Mo'tabar Qur'on bu so'nggi va yakunlovchi payg'ambar Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirilgan so'nggi va yakuniy vahiydir. Har qanday kitob Qodir Xudoning vahiysi deb da'vo qilinishi uchun u vaqt sinovidan o'tgan bo'lishi kerak. Avvallari o'tgan bu davr mo'jizalar davridir. Alhamdulillah. Qur'on mo'jizalar mo'jizasidir. Keyinchalik adabiyot va she'riyat davri keldi va musulmon bo'lgan, bo'lmaganlar ulug'vor Qur'onni eng yaxshi arab adabiyoti deb tan berishdi. Ammo bugungi davr fan va texnika asridir. Keling, Qur'on zamonaviy ilm-fanga mos keladimi yoki yo'qmi tahlil qilamiz. Albert Einstein aytgan ekan: dinsiz ilm oqsoq, ilmsiz din esa ko'rdir. Eslatib o'taman. Ulug'vor Qur'on ilm kitobi emas, ilm-fan emas, bu belgilar kitobi. Bu oyatlar kitobi. Va ulug'vor Qur'onda 6000 dan ortiq alomatlar, oyatlar mavjud bo'lib, ulardan 1000 dan ortig'i ilm haqida gapiradi. Qur'on va ilm-fan haqidagi nutqimga kelsak, men faqat isbotlangan ilmiy dalillar haqida gaplashaman. Men hech qanday dalilsiz taxminlarga asoslangan ilmiy gipotezalar va nazariyalar haqida gaplashmayman. Chunki hammamiz bilamizki, ilm-fan ko'pincha teskari yo'nalishni amalga oshiradi. Dr. Morris Bukayning kitobiga javob yozgan Dr. William Campbell Qur'on va Bibliya tarix va fan yo'lida o'z kitobida ikki xil yondashuv mavjudligini aytadi. Ulardan biri murosa yondashuvidir. Bu shuni anglatadiki, u Bibliya va ilm-fan o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlashga harakat qilmoqda. Va boshqasi bu mojaro yondashuvi. William Campbell juda yaxshi namoyish qilib berdiki, u muqaddas bitiklar va ilm-fan o'rtasida ziddiyat keltirib chiqarmoqchi. Ammo Qur'onga kelsak, odam xoh ziddiyatli yoki murosa usulidan foydalanishdan qat'iy nazar, agar mantiqan yondashilsa, ushbu mantiqiy tushuntirish berilganidan so'ng hech kim Qur'ondan hozirgi zamonaviy ilmga zid biron bir oyat topa olmaydi. Dr. William Campbell go'yoki Qur'ondagi turli xil ilmiy xatolarga ishora qilganday bo'ldi. Va men aslida buni inkor etib rad etishim kerak. Ammo u birinchi bo'lib gapirishga qaror qilganligi sababli men bu nutqimda bir ikki da'voni rad etib beraman. Uning aynan asosiy da'vosiga, embriologiya va geologiya bilan bog'liq da'vosiga javob beraman, inshaalloh. Qolganiga esa inshaalloh imkonim darajasida rad javobini berishga harakat qilaman. Men hozir bu ikkalasining teng baravar bajarishim kerak. Men mavzuga nisbatan adolatsiz bo'la olmayman. Mavzu Qur'on va Bibliya ilm nurida. Men faqat bitta muqaddas bitik haqida gapira olmayman. Dr. William Campbell Bibliyaga oid men aytmoqchi bo'lgan bir ikkita fikrdan deyarli boshqa fikr bildirmadi. Inshaalloh men ikkalasi haqida ham gaplashaman. Inshaalloh mavzuga nisbatan adolat o'rnatmoqchiman. Qur'on va zamonaviy ilm-fanga kelsak, astronom olimlar astronomiya sohasida bir necha 10 yillar oldin koinot qanday bo'lganligini tasvirlab berishgan. Ular uni katta portlash deb atashgan. Va ular aytishdiki, dastlab katta portlash sababli
Biz yashaydigan galaktikalar, yulduzlar, quyosh va yerni ajratib chiqargan bir ibtidoiy tumanlik bo'lgan. Ushbu qisqacha ma'lumot Qur'oni Karimda Anbiyo surasida 21-bob 30-oyatda unda kofirlar ko'rmayaptimi? Osmon va yer bir butun edi va biz ularni ajratib tashladik. Yaqinda kashf qilingan ushbu ma'lumotni 14 asr oldin Qur'onda zikr qilinganligini tasavvur qiling. Maktabda yerga nisbatan quyosh harakatsiz, yer va oy o'z o'qi atrofida aylanayotganini, ammo quyosh harakatsiz ekanligini o'qigandim. Ammo Qur'oni Karimning Anbiyo surasida aytilgan oyatini o'qiganimda 21-bob 33-oyatda aytiladiki, Alloh kecha va kunduzni yaratdi. Quyosh va oy har biri o'z orbitasida harakat qiladi. Hozirgi kunda esa alhamdulillah zamonaviy ilm-fan Qur'on bayonini tasdiqladi. Qur'onda harakatlanuvchi tananing harakatini tavsiflovchi arabcha yasbahun so'zi ishlatilgan. U samoviy jismni nazarda tutganda bu uning o'qi atrofida aylanishini anglatadi. Shunday qilib, Qur'onda aytilishicha, quyosh va oy o'z o'qi atrofida qanday aylansa, fazoda ham shunday aylanadi. Bugun biz quyosh taxminan 25 kun ichida bitta aylana qilishini bilib oldik. Edwin Hubble koinot kengayib borayotganligini aniqladi. Qur'oni Karim Zoriyot surasida 51-bob 47-oyat. Biz kengayib borayotgan koinotni yaratdik. Koinotning kengligi arabcha mawsu'un so'zi cheksizlik, kengayib borayotgan koinot degan ma'noni anglatadi. Dr. William Campbell eslab o'tgan astronomiya mavzusini o'tdik. Men inshaalloh raddiya berishga yana to'xtalaman. Suv aylanishi sohasida Dr. William Campbell bir nechta narsalarga ishora qildi. Qur'on suv aylanishini juda batafsil bayon qilgan va Dr. William Campbell 4 ta bosqichni keltirdi, lekin kitobida u 4A va B slaydida ko'rsatilmagan oxirgi narsa haqida eslatib o'tmadi. Negaligini bilmayman. Unda damlama suv sathi deb yozilgan, u buni o'tkazib yubordi. Ehtimol bu Bibliyada aytilmaganligi uchundir. Uning so'zlariga ko'ra, Qur'onda bug'lanish haqida gapiradigan bironta oyat ham yo'q ekan. Qur'on At-Toriq surasida 86-bob 11-oyatda osmondan qaytish qobiliyati haqida yozadi. Qur'onning deyarli barcha tafsirlarida aytilishicha, bu oyat, Toriq 86-bob 11-oyat, osmonning yomg'irni qaytarish qobiliyatiga ishora qiladi deyilgan. Bu bug'lanish degan ma'noni anglatadi. Arab tilini biladigan Dr. William Campbell aytishi mumkin, nega Alloh subhanahu va taolo buni alohida tilga olmadi deb. Osmonning yomg'irni qaytarish qobiliyati. Nega Alloh aynan shunday demadi demoqchi? Chunki biz hozirgi zamonda nima uchun Alloh o'zining ilohiy hikmatida bunday qilmaganligini bilib oldik. Negaki, bugun biz bilib oldikki, azonosfera yer ustidagi qatlam qaytib keladigan yomg'irdan tashqari, hatto odamlarga kerak bo'lgan boshqa foydali moddalar va yerning energiyasini ham qaytaradi. Bu nafaqat yomg'irni qaytarib beradi. Bugun biz bilib oldikki, u hattoki telekommunikatsiya, televideniya, radio to'lqinlarini qaytarib beradi. Uning yordamida biz televizorlarni ko'rishimiz, muloqot qilishimiz, radio eshitishimiz mumkin. Bundan tashqari, u hatto kosmosning zararli nurlarini boshqa tomonga qaytaradi va ularni o'zlashtiradi. Masalan, quyosh nurlari. Quyosh nurlarining ultrabinafsha nurlari ionosfera tomonidan so'riladi. Agar bunday bo'lmaganida, yerdagi hayot mavjud bo'lmay qolardi. Demak, Alloh subhanahu va taolo gapirganda ancha ustun va aniqroq gapiradi. Osmonning qaytish qobiliyati. Qolganlari u aytganidek, Qur'onda mening video kassetamga murojaat qilishingiz mumkin. Qur'onda suv aylanishi batafsil bayon etilgan. U Bibliya haqida aytgan so'zlariga kelsak, u birinchi slaydda 1 va 3 bosqichlarini ko'rsatdi. Ikkinchi bosqichda esa 1, 3 va keyin ikkinchisini. Yomg'ir suvi yig'iladi deydi va keyin yomg'ir suvi tushadi yerga. Bu eramizdan avvalgi 7-asrdagi miletik Anaximan falsafasi. U okeandagi tomchilarni shamol olib yomg'ir qilib yog'diradi deb o'ylardi. U yerda bulut haqida hech narsa aytilmagan. Dr. William Campbellning ikkinchi taklifida esa, birinchidan, u bug'lanish deb aytadi, biz bunga qo'shilamiz. Biz Bibliyadagi yondashishga qarshi emasmiz. Keyin yomg'ir yog'adi, keyin bulutlar paydo bo'ladi. Bu to'liq suv aylanishi emas. Alhamdulillah,
Qur'on bir necha joylarda suv aylanishini batafsil bayon qiladi. Suv ko'tarilayotganda bug'lanib bulutlarni hosil qiladi. Bulutlar birlashib, yuqoriga qarab shoshilib, momaqaldiroq va chaqmoq gumburlaydi. Suv pastga tushadi. Bulutlar ichkariga siljiydi. Ular yomg'irga o'xshab tushadi va keyin yana suv sathining bug'lanishi yuz beradi. Qur'onda bir necha joylarda suv aylanishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Nur surasi 24-bob 43-oyat, Rum surasi 30-bob 48-oyat, Zumar surasi 39-bob 21-oyat, Mu'minun surasi 23-bob 18-oyat, Rum surasi 30-bob 24-oyat, Hijr surasi 15-bob 22-oyat, Arof surasi 7-bob 57-oyat, Rad surasi 10-bob 17-oyat, Furqon surasi 25-bob 48 va 49-oyatlar. Shuningdek, Fotir surasi 35-bob 9-oyat, Yosin surasi 36-bob 34-oyat, Josiya surasi 45-bob 5-oyat, Kaf surasi 50-bob 9-oyat, Voqea surasi 56-bob 68 va 70-oyatlar. Bir necha joylarda Al-Mulk surasi 67-bob 30-oyat. Ulug'vor Qur'onda suv aylanishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Dr. William Campbell embriologiyaga keragidan ortiq vaqt sarfladi. Nutqining taxminan deyarli yarmini sarfladi. Geologiya bo'yicha juda ko'p narsa va men yozgan yana 6 ta mavzu haqida gapirdi. Geologiya sohasida biz faqat bugunga kelib shuni bildikki, geologlar bizga Yerning radiusi 3750 mil, chuqur qatlamlari esa issiq va suyuq bo'lib, hayotni ushlab tura olmasligini aytishdi. Va biz yashaydigan yer qobig'ining sirt qismi juda nozik, 1 dan 30 milgacha. Ba'zi qismlar qalinroq, ammo aksariyati 1 dan 30 milgacha. Va bu sirt qatlamida yer po'stlog'ining silkinish ehtimoli katta. Bu esa yerga barqarorlik beradigan tog' tizmalarini keltirib chiqaradigan qatlama hodisasi bilan bog'liq. Va Qur'on Naba surasida 78-bob 6 va 7-oyatlarda biz yerni makonga aylantirdik va tog'larni qoziq qilib o'rnatdik deyilgan. Qur'onda tog'lar qoziq kabi tashlangani aytilmagan. Tog'lar qoziq kabi o'rnatilgan. Arabcha autada so'zi qoziqlar, chodir qozig'i degan ma'noni anglatadi. Va bugungi kunda zamonaviy geologiyani o'rganib, ushbu tog'ning chuqur ildizlari borligini bilib oldik. Bu 19-asrning ikkinchi yarmida ma'lum bo'lgan. Va biz ko'rib turgan tog'ning sirt qismi juda oz foizni tashkil etadi. Chuqurroq qismi ichkarida, xuddi qoziq singari. U shunday qilib yerga tushiriladi. Biz faqat tepada kichik bir qismni ko'rishimiz mumkin xolos. Asosiy qism esa pastda, xuddi aysbergning uchi kabi. Tepadan yuqorisini ko'rasiz, ammo uning taxminan 90% suv ostida bo'ladi. Qur'on G'oshiya surasi 88-bob 19-oyat va Noziyot surasi 79-bob 32-oyatda va biz tog'larni yer yuzida mustahkam qilib qo'ydik. Biz tog'larni yer yuzida mustahkam qilib qo'ydik deyilgan. Bugungi kunda zamonaviy geologiya rivojlangan bir davrda Dr. William Campbellning ta'kidlashicha, platektonika nazariyasi bu 1960-yilda ilgari surilgan tog' tizmalarini keltirib chiqarilishiga asos. Bugungi kun geologlarning aytishicha esa aynan tog'lar yerga barqarorlik beradi. Ha, hamma geologlar bunday demaydi, ammo aksariyat qismi shu fikrda. Men bu narsani aksini isbotlay oladigan geologiya bo'yicha biron bir kitobni uchratmadim va Dr. William Campbellning geologlar bilan shaxsiy yozishmalari meni qiziqtirmaydi. U undan ko'ra shu mavzuga oid bir kitob yozsin, chunki bu gaplar asossiz. Uning Dr. Kate Moore bilan shaxsiy yozishmalari bu hujjat bo'ladigan dalillar emas. Va agar siz geologiya sohasidagi deyarli barcha universitetlarda ta'lim beriladigan Yer kitobini o'qigan bo'lsangiz, uning mualliflaridan biri AQShning sobiq prezidenti Jimmy Carterning maslahatchisi bo'lgan. AQSh Fanlar akademiyasining prezidenti Dr. Frank Press. U o'z kitobida shunday yozadi: tog'lar xanjar shaklida, ular chuqur ildizlarga ega va u aytadiki, tog'ning vazifasi yerni barqarorlashtirishdir. Qur'on esa bunday deydi. Anbiyo surasi 21-bob 31-oyat, Luqmon surasi 31-bob 10-oyat, shuningdek Nahl surasi 16-bob 15-oyat. Bu biz ular bilan va siz bilan birga silkinmasligi uchun yer yuzida tog'larni mustahkam qildik. Qur'onda tog'ning vazifasi yerning tebranishini oldini olish deb aytilgan.
Qur'onning hech bir joyida tog'lar sababli zilzila bo'lmaydi deyilmagan. Va doktor William Campbell aytdiki, u o'z kitobida va hatto nutqida shunday deb yozadi. Siz tog'li hududlarda turli zilzilalarni va tog'lar zilzilalarini keltirib chiqarishiga guvoh bo'lasiz deb. Shuni ta'kidlash kerakki, Qur'on hech qayerda tog'lar zilzilaning kelib chiqishiga sababchi bo'lmaydi deyilmagan. Doktor William Campbell arab tilida biladigan zilzilaning arabcha so'zi zilzil yoki zalzal deyiladi. Ammo men keltirgan ushbu uchta misradagi ishlatilgan so'zlar tamidadir. Tamida tebranish, silkinish, qimirlash degan ma'noni anglatadi. Va Qur'on Luqmon surasida 31-bob 10-oyat, shuningdek Nahl surasi 16-bob 15-oyatlarda biz yer yuzida siz bilan silkinib ketmasligi uchun mustahkam tog'larni o'rnatdik deyiladi. Bu tamida bikum, birgalikda silkinish degani. Bu esa agar tog'lar bo'lmaganida, siz yurganingizda, siz harakat qilganingizda, hatto yer ham siz bilan birga harakatlanishini bildiradi. Va biz odatda bilamizki, yerda yurganimizda yer titrab ketmaydi va buning sababi shundaki, doktor Frank Press va Saudiya Arabistonidan doktor Najatning so'zlariga ko'ra, u geologik tushunchalar to'g'risida to'liq kitob yozgan. Qur'onda doktor William Campbell aytganlarning deyarli barchasiga batafsil javob bergan. Va doktor William Campbell o'z kitobida agar tog'lar zilzilaning oldini olsa, unda nega biz tog'li hududlarda zilzila ko'ryapmiz deb yozgan. Men esa yo'q, Qur'onda hech bir joyda tog'lar zilzilaning oldini oladi deyilmagan dedim. Zilzila, zilzal. Va agar siz Oxford lug'atidagi ta'rifni ko'rsangiz, unda shunday deyiladi. Zilzila yer postining konvulsiyasi, siqilgan seysmik to'lqinlarning tushirilishidan, toshning yorilishidan kelib chiqadi. Yoki vulqonli reaksiyalar tufayli yuz beradi. Qur'onda zilzila surasida zalzala so'zi bilan kelgan. Ammo bu yerda tamida bikum, yer siz bilan titrab ketmasligi uchun deyilgan. Va mana bu, agar tog'lar zilzilalarni oldini olsa, unda nega biz tog'li hududlarda zilzilalarni ko'ryapmiz degan bayonotga javoban men aytaman. Nima? Agar men shifokorlar desam, ular kasallik va odamdagi xastaliklarning oldini olgan bo'lib qoladimi? Va agar kimdir bahslashsa, agar shifokorlar kasallik va odamlardagi xastaliklarni oldini olishsa, unda nega shifokorlar umuman bo'lmaydigan joyga nisbatan kasalxonada kasal ko'p? Okeanologiya sohasida ulug'vor Qur'on Furqon surasida 25-bob 53-oyatda ikki dengiz daryoni bunisi chuchuk, shirin, unisi sho'r, achchiq qilib oqizib qo'ygan va ularning o'rtasida to'siq to'g'on va ko'rinmas parda qilib qo'ygan zotdir deyilgan. Ularning o'rtasida to'siq bor, uni kesib o'tish taqiqlanadi. Rahman surasida 55-bob 19-20-oyatlarida u zot ikki dengiz daryoni bir-birlari bilan uchrashadigan hollarda yonma-yon oqizib qo'ydi. Ammo u ikkisining o'rtalarida bir to'siq bo'lib, ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar deyilgan. Oldinlari Qur'on tafsirchilari hayron bo'lishgan. Qur'on nima demoqchi? Biz tushuk va sho'r suv haqida bilardik, lekin ular orasida to'siq borligini va ular uchrashsa ham aralashib ketmasligini bilmasdik. Bugungi kunda okeanologiya rivojlanganidan so'ng biz har doim bir turdagi suv boshqa turga tushganda o'z tarkibini yo'qotib, u oqadigan suv bilan bir xil holga kelishini bilib oldik. Qur'onda ko'rinmas to'siq deb nomlangan, barzax deb nomlangan bir xil gomogenizatsiya maydoni mavjud. Bunga doktor Hay va bir nechta olimlar, hatto amerikalik olimlar ham kelishib olishdi. Ular okeanograflardir. Va doktor William Campbell o'z kitobida shunday deb yozibdi. Bu kuzatiladigan hodisa. U zamonlarda baliqchilar ikki xil suv borligini bilishgan, sho'r va chuchuk. Shunday qilib, Muhammad payg'ambar Suriyaga qilgan safarida dengizga chiqishi yoki ushbu baliqchilar bilan suhbatlashishi mumkin edi. Chuchuk va sho'r suv bu kuzatilgan hodisadir. Yaxshi, lekin yaqin vaqtgacha odamlar ko'rinmas to'siq borligini bilishmasdi. Bu yerda barzaxning shirin va sho'r suvi emas, balki ilmiy jihatini ta'kidlash kerak. Embriologiya haqidagi mavzusiga esa doktor William Campbell nutqining taxminan yarmini sarfladi. Mening vaqtim barcha mantiqsiz mayda chudalarga javob berishga imkon bermaydi. Shunchaki qoniqarli qisqacha javob beraman inshaalloh. Batafsil ma'lumot uchun siz mening Qur'on va zamonaviy ilm-fan video sharhimga va Qur'on va tibbiyot haqidagi boshqa kasetalarimga murojaat qilishingiz mumkin. Embriologiya haqidagi Qur'on oyatlari va embriologiyaga oid hadislarni ko'rasiz u yerda. Xullas, uni Kanadadagi Toronto universitetining anatomiya kafedrasi raisi va rahbari bo'lgan professor Kate Moore bilan tanishtirdilar va u hozirgi kunda embriologiya sohasidagi yetakchi olimlardan biri hisoblanadi.
Qur'onning turli xil tarjimalarini o'qib bo'lgach, undan izoh so'raladi va u shunday deydi: Qur'on oyatlari va hadislarning aksariyati zamonaviy embriologiyaga to'liq mos keladi. Ammo bir nechta oyatlar borki, ular haqida ularni to'g'ri deb ayta olmayman va ularni noto'g'ri deb ham ayta olmayman. Chunki men ular haqida hech narsa bilmayman. Va shunday ikkita oyat Iqro yoki Alaq surasida, Qur'onning birinchi ochiq oyatlari bo'lgan 96-surada. Barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan. Dr. William Campbellning so'zning ma'nosini tahlil qilish uchun biz uning ma'nosi kashf etilgan paytda, kitob yozilgan paytda uni ko'rishimiz kerak degan fikrga kelsak, u haqli ravishda ma'noni tahlil qilish uchun biz uning ma'nosini nozil qilingan paytdagi va qaysi odamlar uchun mo'ljallanganligini tahlil qilishimiz kerakligini aytdi. Uning Bibliya haqidagi bayonotiga kelsak, men uning fikriga to'liq qo'shilaman. Chunki o'sha paytda Bibliya faqat Isroil qavmi uchun edi. U Matto Injilida zikr qilingan 10-bob 5-va 6-oyatlarda Iso Masih alayhissalom shogirdlariga g'ayri-yahudiylar yo'lidan yurmanglar deydi. G'ayri-yahudiylar kimlar? G'ayri-yahudiylar hindular, musulmonlar. Yaxshisi Isroil uyining yo'qolgan qo'ylariga boringlar deydi. Iso Masih alayhissalom Matto Injilida 15-bob 24-oyatda men faqat Isroil uyining yo'qolgan qo'ylariga yuborilganman deb aytgan. Demak, Iso Masih va Injil faqat isroilliklar uchun mo'ljallangan edi. Bu esa muqaddas bitikni tahlil qilishni ularga, yahudiylarga qo'yib berish kerakligini anglatadi. Shuning uchun siz o'sha paytda ishlatilgan so'zning ma'nosidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ammo Qur'on nafaqat o'sha davrdagi arablar uchun mo'ljallangan edi. Qur'on nafaqat musulmonlar uchun, Qur'on butun insoniyat uchun va abadiydir. Qur'oni Karimda Ibrohim surasi 14-bob 52-oyatda, Baqara surasida 2-bob 185-oyat va Zumar surasi 39-bob 41-oyatda Qur'on butun insoniyat uchun nozil qilingan deb aytilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nafaqat musulmonlar yoki arablar uchun yuborilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Anbiyo surasida 21-bob 107-oyatda biz sizni rahmat qilib, butun insoniyatga hidoyat qilib yubordik deydi. Qur'onga kelsak, ma'noni faqat shu vaqt bilan cheklab qo'ya olmaysiz, chunki bu kitob abadiylik uchun mo'ljallangan. Demak, alaqa so'zining ma'nolaridan biri moddaga o'xshash zuluk yoki yopishib oladigan narsadir. Shunday qilib, professor Ketmur, men embrionning dastlabki bosqichi zulukka o'xshashligini bilmasdim, dedi. U o'z laboratoriyasida embrionning dastlabki bosqichini mikroskop ostida tahlil qilib, zuluk fotosurati bilan taqqoslagan va u juda o'xshashligi bilan hayratga tushgan. Bu zuluk va inson embrionining fotosurati. Dr. William Campbell sizga boshqacha nuqtai nazarini ko'rsatdi. Agar men ushbu kitobni ko'rsatsam, bu to'rtburchakka o'xshaydi. Agar men sizga buni ko'rsatsam, u boshqa nuqtai nazarga ega bo'ladi. Ushbu sxema kitobda keltirilgan. Siz slaydda ko'rgan diagramma kitobda bor. Men bunga to'xtalaman inshaalloh. Professor Ketmurga 80 ga yaqin savol berilgandan so'ng shunday dedi: agar siz menga 30 yil oldin ushbu 80 ta savolni berganingizda, men 50% dan ko'proq javob bera olmagan bo'lardim. Chunki so'nggi 30 yil ichida embriologiya shiddat bilan rivojlanib ketdi, deydi. Bu 80-yillardagi gap. Xo'sh, biz doktor Ketmurga ishonamizmi? Uning video tasmasini qabulxonada topasiz. Bu haqiqat, annaul haq. Bu bayonot yozib olingan yoki ushbu kitobda Islom nashrida eslatib o'tilgan suhbatiga va men sizga ko'rsatgan fotosuratga ishonasizmi? Tashqarida bu video tasma bor va uni tekshirib ko'rishingiz mumkin. U aynan shu gaplarni aytgan. Qaysi bir mantiqqa yaqin? Dr. William Campbell u bilan shaxsiy suhbatimi yoki uning video filmdagi bayonotimi? Tanlash sizdan. Masalan, Dr. William Campbell mening videomni qanday namoyish qildi? Bu mening aytganlarimning 100% isboti. Oy nurini aks etadi. Bunga keyinroq qaytaman. U Qur'on va hadisdan qanday qo'shimcha ma'lumot olgan bo'lsa ham, keyinchalik bu kitobga kiritilgan.
Rivojlanayotgan inson 3-nashr bo'lib, ushbu kitob bitta muallif tomonidan o'sha yili yozilgan eng yaxshi tibbiy kitob sifatida mukofotga sazovor bo'lgandi. Bu Shayx Abdulmajid al-Jindoniy tomonidan taklif qilingan va Keyt Murning o'zi tomonidan tasdiqlangan islomiy nashr. Qur'on Mu'minun surasida 23-bob 13-oyatda va Haj surasi 22-bob 5-oyatda va Qur'onning 11 dan ortiq boshqa turli oyatlarida odamlar nutfadan arzimagan miqdordagi suyuqlik, ya'ni idish tubidagi yupqa o'xshash kabi suyuqlikdan yaratilgan deyiladi. Arabcha nutfa juda oz miqdor degani. Bugun biz shuni bilib oldikki, bir necha million spermatozoid bo'lgan bitta urug' chiqarishda tuxumni urug'lantirish uchun faqat bittasi kerak bo'ladi. Qur'on uni nutfa deb ataydi. Qur'on Sajda surasida 32-bob 8-oyatda biz odamlarni sulaladan yaratdik deydi. Bu yaxlit narsaning eng kuchli qismini anglatadi. Millionlab sperma tuxumini urug'lantiradigan bitta sperma. Qur'on uni sulala, butunning eng yaxshi qismi deb nomlaydi. Va Qur'on Inson surasida 76-bob 2-oyatda biz odamlarni nutfatin amshajdan yaratdik deydi. Oz miqdordagi aralash suyuqlik, bu ham sperma, ham tuxumni anglatadi. Ikkalasi ham urug'lanish uchun zarurdir. Qur'onda embriologiyaning turli bosqichlari batafsil bayon etilgan bo'lib, ularning slaydlarini Dr. William Campbell namoyish qilib berdi. U menga ushbu mavzuni yakunlashda yordam berdi. Mu'minun surasida zikr qilingan 23-bob 12-14-oyatlarda tarjimasi biz odamlarni nutfadan yaratdik. Oz miqdordagi suyuqlik. Keyin ular uni qarorin makin, xavfsiz joyga qo'yishdi. Keyin biz uni alaqaga aylantirdik. Bu zulukka o'xshash modda, yopishib oladigan narsa, muzlatilgan qon pixtisi. Keyin biz ushbu alaqani mudg'aga aylantirdik. Go'sht parchasiga o'xshatib chaynadik. Keyin mudg'ani aydomaga, suyaklarga aylantirdik. Keyin suyaklarni lahm, go'sht bilan yopdik. Keyin undan yangi jonzot yaratdik. Eng yaxshi narsalarni ham yaratgan Alloh barakotlidir. Qur'onning ushbu oyati turli embriologik bosqichlari haqida juda batafsil ma'lumot beradi. Birinchidan, nutfa xavfsiz joyga joylashtiriladi. Alaqaga aylantiriladi. Alaqa 3 ta ma'noga ega. Biri yopishib oladigan narsa va biz bilamizki, dastlabki bosqichlarda embrion bachadon devoriga yopishadi va shu holda oxirigacha yopishib turadi. Ikkinchi punkt shundan iboratki, u zulukka o'xshash moddani anglatadi va men boya muhokama qilganimdek, embrion dastlabki bosqichlarida sulukka o'xshaydi. U nafaqat sulukka o'xshaydi, balki o'zini suluk kabi tutadi. Onasining qonini so'radi. Dr. William Campbell e'tiroz bildirgan 3-ma'no bu to'g'ri ma'no. Muzlatilgan qon pixtisi. Xo'sh, bu qanday qilib Qur'onda ilmiy xato borligini anglatadi? Ha, men Dr. William Campbellning fikriga qo'shilmayman. Uning so'zlariga ko'ra, bu hech qanday tarzda qotib qolgan qon haftagini anglatishi mumkin emas ekan. Chunki agar shunday bo'lsa, unda Qur'on noto'g'ri emish. Qur'on noto'g'ri emasligidan juda afsusdaman, Dr. William Campbell. Hurmat bilan. U noto'g'ri gapirdi. Chunki bugun embriologiya rivojlangandan so'ng, hattoki Dr. Keyt Mur ham shunday deydi. Dastlabki bosqichlarda embrion sulukka o'xshab ko'rinishdan tashqari pixtilashma kabi muzlatilgan qonga ham o'xshaydi. Chunki dastlabki bosqichlarda alaqa bosqichida 3 dan 4-haftagacha yopiq tomirlarda qon iviydi. Va Dr. William Campbell menga buni osonlashtirdi. U sizga slaydni ko'rsatdi. Ko'rishingiz qiyin bo'ladi, lekin bu u sizga ko'rsatgan slayd. Professor Keyt Murning aytganlari ham aynan mana shu edi. Bu yopiq tomirlarda qon pixtisiga haftagaga o'xshaydi va embrionning 3-haftasida qon aylanishi hali sodir bo'lmagan bo'ladi. U keyinchalik boshlanadi. Haftaga paydo bo'ladi. Va agar siz konspektga qarasangiz, ya'ni abortdan so'ng ko'rasizki, u qulqaga o'xshaydi. Dr. William Campbellning Qur'on bosqichlari embriologik bosqichlarni tasvirlash bilan birga faqat tashqi ko'rinishga asoslangan degan barcha da'volariga javob berish uchun bitta javob satri kifoya qiladi. Birinchidan, bu alaqa suluk moddasining paydo bo'lishi
shuningdek qon pixtisi. Doktor William Campbellning aytishicha, ba'zi ayollar kelib so'rashar ekan, iltimos trombni olib tashlang. Bu chindan ham pixtiga o'xshaydi va bu bosqichlar tashqi ko'rinish bilan bog'liq. U haftaga kabi zulukka o'xshagan narsadan, shuningdek yopishgan narsadan yaratiladi. Keyin esa Qur'onda shunday deyiladi: biz alaqani mudg'aga aylantirdik. Professor Kate Moore mudg'aga o'xshash bo'lishi uchun plastik plomba oldi va tishlari bilan tishladi. Doktor William Campbell somitlar haqida gapirdi. Alaqa mudg'a bo'lganida yopishish hali ham turg'un bo'ladi. U 8,5 oygacha davom etadi. Demak, Qur'on noto'g'ri emas. Boshida aytgan edim, Qur'on tashqi ko'rinishni tasvirlaydi deb. Zulukka o'xshash ko'rinish va quyqaga o'xshash ko'rinish chaynalgan ko'rinishga o'zgaradi. Hozircha u oxirigacha yopishda davom etmoqda. Muammo yo'q. Ammo bosqichlar funksiyasi bo'yicha emas, balki tashqi ko'rinishi bilan bo'linadi. Keyinroq esa Qur'onda shunday deyiladi: biz mudg'ani izomaga aylantirdik. Suyaklar. Keyin biz suyaklarni go'sht bilan qopladik. Doktor William Campbell aytgan mana bu fikriga qo'shilaman, ya'ni mushak va haftaga oid prekursorlar, ya'ni suyaklar, ular birgalikda hosil bo'ladi. Men bunga qo'shilaman. Bugungi kunda embriologiya bizga mushak va suyak kurtaklari, ular 25 dan 40 kungacha hosil bo'lishini aytadi. Qur'on buni mudg'a bosqichi deb ataydi. Ammo ular rivojlanmagan. Keyinchalik 7-haftaning oxirida homila inson qiyofasini oladi. Keyinchalik suyaklar hosil bo'ladi. Bugungi kunda zamonaviy embriologiya suyaklar 42 kundan keyin hosil bo'ladi va u skeletga o'xshaydi deb da'vo qilmoqda. Hatto bu bosqichda suyaklar hosil bo'lganda mushaklar hosil bo'lmaydi. Keyinchalik 7-haftadan keyin va 8-haftaning boshida mushaklar hosil bo'ladi. Shunday qilib Qur'onda avval alaqa, so'ngra mudg'a, so'ngra izoma, so'ngra go'shtga qoplanishi va shakllanishi haqida ta'rif ideal tarzda tasvirlangan. Va professor Kate Moorening aytishicha, bosqich zamonaviy embriologiyada tasvirlanganidek 1, 2, 3, 4, 5-bosqichlar va bu narsalar chalkashtiradi. Qur'ondagi embriologiya bosqichi eng yaxshi ko'rinishni ta'riflaganligi va shakli ancha yaxshi bo'lganligi bilan ajralib turadi deydi. Alhamdulillah. Shuning uchun u aytdiki, shuning uchun u payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqiqiy payg'ambar va ulug'vor Qur'on qudratli Xudoning ilohiy vahiysi ekanligiga mening hech qanday e'tirozim yo'q dedi. Niso surasi 4-bob 56-oyatda retseptorlar haqida zikr qilinadi. Ilgari shifokorlar og'riqni his qiluvchi organ miya deb hisoblashgan. Bugungi kunda biz miyaga qo'shimcha ravishda terida og'riqni sezish uchun mas'ul bo'lgan ba'zi retseptorlarni borligini bilib oldik. Ularni og'riq retseptorlari deb ataymiz. Qur'on Niso surasi 4-bob 56-oyatda oyatlarimizni inkor qilganlarni jahannamga tashlaymiz va terilari qovurilgan zahoti ularga yangi teri beramiz. Shunda ular terida biron bir narsa borligini ko'rsatadigan og'riqni his qiladilar deyilgan. Ya'ni Qur'on og'riq retseptorlarini, og'riq hissini uyg'otuvchilar deb atayapti. Tailanddagi Chiang Mai universitetida anatomiya kafedrasi mudiri professor Talatakushan mana shu oyatlar sabab Ar-Riyoddagi 8-tibbiy anjumanda shahodat kalimasini aytdi. Bu Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning rasulidir degani. Men so'zimning boshida by quoting the verse of the glorious Quran from Surah Fussilat chapter 41 verse 53 which says sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid that soon we shall show them. Yaqinda biz ularga o'z alomatlarimizni uzoq ufqlarida va jonlarida ko'rsatamiz toki ularga haqiqat ekanligi aniq bo'lguncha oyatini keltirgandim. Birgina shu oyatning o'zi doktor Talatakushanga Qur'onning ilohiy vahiy ekanligini isbotlash uchun yetarli bo'ldi. Ba'zilarga 10 ta oyat yetarli, ba'zilarga 100 ta oyat yetarli, ammo ba'zilarga haqni qabul qilish uchun 1000 ta oyat ham kam. Qur'onda bunday odamlar haqida Baqara surasi 2-bob 18-oyatda Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kar, soqov, ko'r, ular haq yo'lga qaytmaydilar deyilgan. Bibliyada ham Matto 13-bobda 13-oyat xuddi shu narsa aytilgan. Ular ko'rib turib ko'rmaydilar, eshitib eshitmaydilar va sizni tushunmaydilar deyilgan. Embriologiyaning boshqa qismlariga kelsak,
Men o'z raddiyamni beraman inshaalloh. Agar vaqt imkon bersa, buni boshqa qismda qilaman. Shuningdek, Bibliyada ilm-fanga tegishli ba'zi masalalarni tahlil qilishim ham kerak. Avval bir narsa aytaman. Qur'on Rad surasining 13-bob 38-oyatida biz bir necha vahiy berganmiz deb aytgan. Nomlari bilan faqat 4 tasi: Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on zikr qilingan. Tavrot bu Muso alayhisalomga kelgan vahiy. Zabur Dovud alayhisalomga berilgan vahiy. Injil Iso alayhisalomga berilgan vahiy va oxirgisi Qur'on, oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga berilgan so'nggi vahiy. Tushuntirishimga ijozat bersangiz. Bu Bibliya. Masihiylar ishonadiki, bu Xudoning so'zi ekanligiga. Ammo bu Iso alayhisalomga nozil qilingan va biz musulmonlar ishonadigan Injil emas. Bu Bibliyada bizningcha Xudoning so'zlari bor bo'lishi mumkin, ammo unda payg'ambarlarning so'zlari ham bor. Noto'g'ri tarixiy voqealar bilan birga, unda behayo mantiqsizliklar bilan bir qatorda son-sanoqsiz ilmiy xatolar ham mavjud. Bibliyada ilmiy mulohazalar ham bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, nega bo'lmasin? Bu Bibliyadagi Xudo aytgan so'zlarning bir qismi bo'lishi mumkin, ammo ilmiy xatolar, ilmiy bo'lmagan qism haqida nima deyish mumkin? Buni ham Xudoga bog'laysizmi? Men bunga aniqlik kiritmoqchiman. Nasroniy aka-ukalarim va opa-singillarim, Bibliya va ilm-fan bo'yicha taqdimotimdan maqsad nasroniylarni xafa qilish emas. Agar taqdimot vaqtida sizni xafa qilib qo'ysam, oldindan uzr so'rayman. Maqsad Xudoning vahiysi ilmiy xatolarni o'z ichiga olmaydi deb ta'kidlash xolos. Iso Masih alayhissalom aytganlaridek, haqiqatni izlang va haqiqat sizni ozod qiladi. Sizda eski ahd bor, sizda yangi ahd bor. Endi esa so'nggi ahdni qabul qilishingiz kerak. Bu eng so'nggi ahd, muqaddas Qur'ondir. Dr. William Campbellga kelsak, men u bilan erkinroq bo'la olaman, chunki u Qur'on va Bibliya tarix va ilm-fan asosida deb nomlangan kitobni yozdi va uni taqdim etdi. Va u shifokor. Men u bilan juda rasmiy bo'lishim ham imkonsiz. Shu sababdan boshqa nasroniylar, birodar opa-singillarimdan, agar taqdimot paytida sizni xafa qilib qo'ysam, oldindan uzr so'rayman. Keling, Bibliyada zamonaviy ilm-fan to'g'risida nima deyilganini tahlil qilaylik. Birinchi bo'lib astronomiyani ko'ramiz. Bibliyada ibtido kitobining birinchi qismida koinotning yaratilishi haqida so'z yuritilgan. Birinchi bobda qudratli Xudo osmonlar va yerni 6 kunda yaratgani va tun va kun haqida gapirgani, ya'ni 24 soatlik kun haqida aytilgan. Bugungi kunda olimlar bizga olamni 24 soatlik 6 kun ichida yaratish mumkin emasligini aytishadi. Qur'onning ikkita joyida 6 ayyom iborasi keladi. Bu arabcha so'z ayyom, biron bir jarayonni ifodalaydi. Masalan, men yavm deganimda bir kunni yoki butun boshli 21-asrni nazarda tutishim mumkin. Ya'ni yavm so'zi juda uzoq muddatni ham anglatadi. Olimlarning aytishicha, olam juda uzoq 6 davrda yaratilishi mumkin edi. Ikkinchi punkt